Stop do'stlar. 1 minut vaqtingizni olaman. Kanalimga obuna bo'lishingizni istab qolaman do'stlar. Iltimos, tez bizga 100 ta bo'lishimiz kerak. Qanday biz videoni boshladik. Bugun nima haqida gaplashamiz deganlar uchun do'stlar, bugun men top 3 ta unutilgan Minecraftlarni sanab beraman. Topimizning 3-o'rnida Janob Alfa egalladilar. Janob Alfani 3 dan ketganiga ro'parasi 3 yil bo'ldi. Nega ketgani noma'lum. Hozir nima ish qilayotgani, to'g'rirog'i hozir nima bilan shug'ullanayotgani animelarga ovoz beradi. Topligimizning 2-o'rnida Froz egallab beradi. Frozning YouTube kanali 1 yildan beri video qo'yilmaydi hanuzgacha. Nega YouTubedan ketgani esa Froz degan bitta reperchi bor, u nikini xususiy qilib olgan. Shuning uchun unikini qo'yish taqiqlangan. Shuning uchun ketgan Froz. Topligimizning 1-o'rnida Dan Uzbe Minecraft egallab beradi. Dan Uzbening YouTubedan ketgani noma'lum. Uning kanalida 66 mingta a'zo bor va hozirda nima ish qilish ham noma'lum. Xo'p do'stlar, shu bilan videomiz nihoyasiga yetdi do'stlar. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bilan podpiska kutib qolaman. Hammaga xayr.